Xitoyda halol oshxonasini ko'rsataman va ularni qanday topishni o'rgataman. Birinchi o'rinda siz aynan shu ilovani yuklab olishingiz kerak. Ilovaga aynan shu ikkita bo'lgan hierogliflarni yozib qoldirasiz, ya'ni o'qilishi Qingjin, ya'ni halol degani va ilova sizga o'zingiz turgan joyga eng yaqin bo'lgan oshxonalarni ko'rsatadi. Hozir men Uyg'ur qarindoshlarimiz oshxonasiga keldim. Shunaqa ko'rinishda va ular faqatgina go'sht mahsulotlarini pishirishadi. Ichkariga kirib ko'ramiz. Kirishingiz bilan mana bu yerda turli xil halol go'shtlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yer hamma joy go'sht. Tovuq go'shti, mol go'shti, qo'y go'shti va shunga o'xshagan va bu yerda esa dengiz mahsulotlarini ham pishirishadi. Qo'y go'shti, ya'ni bittasiga 15 yuan. Mol go'shti bor, bu ham 10 yuan. Ko'pchilik nonni sog'inishadi, non ham bor. Non esa 5 yuan ekan. Ko'pincha shunaqa savatchalarni olasiz va o'zingizga kerakli bo'lgan yoqqan narsalarni tanlab sog'sangiz bo'ladi. Shunaqa qilib pishirishadi. Xitoydan qiziq videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling, chunki oyning oxirigacha biz 10 ming bo'lishimiz kerak.